Ko'pchilik mana tarvuz sotadimi Koreyada, sotadimi deb so'rashyapti. Mana bizlar sotar ekan so'mda qishning kunida 280 ming atrofida deb baholanyapti. Yozib qo'yibdi 29 ming. Ana 29 ming won, ya'ni so'mda 280 Mana ming shunchasi atrofida. bor-ku boya. 9 ming turibdi ona. Boshqa joylarda arzon deyapti do'stimiz. Mana shunaqa narsalar bu tarafda ko'rishingiz mumkin. Mana bu taraf shunaqa narsalar sotiladi bular. Ko'rishingiz mumkin mana. Salat uchun endi bu bilmadim. Bitta ananas olish boya 4 minglikka. Ananas yeylik deyapti, bu nimadir plan qilyapti bola ananas yeb. Mana skidkalar qatori 1000 ko'rishim, ya'ni so'mda 12 ming. Ananas olamiz. Do'stimiz bu tarafga qarab ketyapti, mana ko'rishingiz mumkin.